Ey xudo sharmanda qilma. Shu 7 ta asal olib ketay. Samarqanddan gapiramiz va eshitamiz va ta'mini ko'ramiz. Bahriddin men bilan do'koniga kelishi o'zim so'radim, chunki Instagramda ko'rdim. Bitta narsa kelishib olaylik. Bu yerda asalni necha xil turi bor? Bu 20 xil. 20 xil turi bor, ha? Samarqandning qayerdamiz? Sartepo. Sartepodamiz. Xo'p, endi qolganini hali o'zlari tushuntiradilar. Men ham asalni uncha tushunmaydigan odam emasman. Men bekorga ham qoshiqcha qo'limga olmadim. Men bu yerda 7 xil asal qo'ydim. Men ta'mini ko'rib, nimadanligini aytsam, ha? To'g'ri topganimni berib olasiz menga. Shundoq. To'g'ri topmaganim qolaveradi. Bo'ldi. Ey xudo sharmanda qilma. Shu 7 ta asal olib ketay. Bismillahirrohmanirrohim. Men o'zim ovqatni yeb ko'rsatmayman, lekin asal yeb ko'rsataman. Chunki asal boshqachada. Ani nimalarni yomon ko'raman? Ovqat yeb yolg'ondan qiladi-ku. O'zi yolg'on o'zi. Mana asalni bir ko'raylik. Tutmalina shular atrofida aylanyapti-da, nimadir? Nima? Malinami? Yes. Bunaga rozi bo'lasiz endi? Xo'sh. Keyingisi rosa mening muxlislarim duo qilishyapti hozir. Topamizmi? Toqqa tortyapti bu. Shu tog'i qaysidir gulida. Iltimos endi shuni ayting. Gul bo'ladi-ku. Bir narsa degandek bo'ldingiz. Shafilmidi? Shalfey. Shalfey. Buni ham topdingiz. Shalfey. Shalfey bizda. Aka, unaqa qaramang, ko'zingiz tegadi hozir. Asaldan hammasi ketyapti. Mana ko'zim bor. Men Samarqandga kelib 3 xil asalli bo'ldim. Gapni qarang, 3 xil asalli bo'ldim. O'zi asal aynimas degan gap bor-ku, haqiqatdan rost. Asal aynimaydi. Sizlar ham asalday inson bo'linglar, aynimaylar. O'zimcha nasihatam qo'ydim. Bor sariyobga o'xshar ekan. Yo'q, topaman. Bu Bashkerani lipa asali. Lipam. Lipa. Bu bizniki bo'lsa. Shuni olgim bor-u. O'zimizda asal. Olay. Tog' asali. Tog' asali. Sirasi bilinadi o'zimizda asal. Juda mazali, zo'r. Sirasi bilinadi. Eng kuchli asal shu o'zi ichida. Ha, yo'q, nimaga ham o'xshaydi? Haligi moyga o'xshab, haligi yoqadi odamga. Bu ham tog' asal shekilli. Bu to'xtang. Mayskida bu? Yo'q. Topolmadim. Yantoq asali. Ya, O'zimizni yantoq ozgina tog'dan ham ishlagan. Tog' degan yantoqda ozgina bo'lardi-ku nima? Yo'q. Men nima bilan adashtirdim? Isiriqni asali, men qidirdim, bo'ldi. Yutqizdim. Xo'sh. Assalomu alaykum. Kiyik o'ti. Shu bilarkansiz, Chunki kiyik o'tining nimasi bor? juda taniqli asal hisoblanadi. Ko'p bizlar xalqimiz kiyik o'ti asalini juda yaxshi ko'rib iste'mol qilishadi. Buni topdingiz, yaxshi topdingiz. Bahriddin akamni do'konlari mana shu Samarqandda bu yerda 20 xildan oshiq asallar bor. Albatta Samarqandga kelganda turistlarni olib kelasizlar, birga kelganinglarda albatta kirib, bu yerda asaldan tashqari yana o'sha ziravorlar, o'sha kirishim bilan ziravorlarning hidi shundoq burnimga urildi. Bu naqa atir yo'q. Men hozir o'zlariga ham aytdim. Eng zo'r atirda bu. Bunaqa atirni hidini topolmaysizlar hech qayerda. Shuning uchun kelinglar. Hamma narsa bor. Men bitta sana mavlarning hammasi faqat sog'likka foyda. Endi bir savolim bor. Do'koningiz qachon ochilgan? 4 yilcha bo'ladi. 4 yil bo'ldi, ha? Demak 4 yil bo'lgan bo'lsa, anchadan beri faoliyat ko'rsatayotgan ekansiz. Charchamang. Rahmat. Yana Xudo xolisa do'koningiz ancha yillar xalqimizga xizmat qilsin. Topgan asallarimga rozi bo'ling. Rahmat. Chunki bu asallarim meni farzandlarim tanovul qiladi. O'sha gap. Sizlarni demak asal markazimizga
ya'ni Samarqanddagi asal markazimizga Bahriddin do'stimni mana shu go'zal go'shalariga biz yomonlikni targ'ib qilmayapmiz. Biz haligi har xil dorilarni aytmayapmiz. Biz tabiiy narsa haqida gapiryapmiz. O'zim yaxshi ko'rdim, sizlarga ilindim. Kelinglar Samarqandga. Kelinglar. Ko'rishguncha. Bahriddinjon, Rahmat. gapingiz bo'lsa ayting. Rahmat. Yana bu gal kelishingizda yana nasib bo'lsa boshqa asallarni ham topib qo'yaman. Topib olsangiz ularni ham olib ketasiz. Xudo xolasa nasib. Asal aynimas. Biz ham xudo xolasa aytmaymiz. Sog' bo'ling.